Erkak kishiman, boshimda bor ekan. Endi yaqin o'rtoqlarimdan pul so'rayman. Bitta muammo bo'lib qoluvdi, o'shanga pul kerak edi ozgincha. O'shanga telefon qilyotgandim. Yordaming kerak edi o'rtoq. Do'stim, bitta gap aytaymi? Pul so'raverib boruv, zo'rdilaring, pulim yo'q mani. Men o'zim ham o'yladimman, bilasan. Nima, senga pul beraymi yo oilamga pul tikaymi? Bo'ldi o'rtoq, rahmat, men seni tushundim. Bugun jeyk bo'lib ketdi. Bugun diskotekaga tushamiz. Voy, ana anta qurumsoq kelyapti. Mendan pul so'raydi, men pulni olib turlaring. Bo'ldi, yaxshimisiz? Og'ayni shunga aytdim, mana bor. Muammoga kirib qoluvdim. Qarz berib tura olaysanmi deb keluvdim yoningga. O'tgan safar ham o'zi $1000 beruvdim. O'sha pullarni nima qilib beshaning? Men senga bankmanmi? Men seni kafilligingni olganmanmi? Pul yo'q hozir menda ham. Yaqinim bo'lganing uchun seni yoningga keluvdim, odamgarchilik qilib. Mayli o'rtoq, rahmat senga, charchama. Endi vaqt qilib tursanlar, davay ketaman. Mashinangiz qani? Ukam mashinamni sotdim. Uyga begona bolalar kelyapti. Nimadir muammoyim borga o'xshaydi. Mashinani o'shaning uchun sotdim. Adamlar bilmasinlar, siqilmasinlar deb. Mana shu muammoni hal qilishingga mana shu pul yetadi. Boshqa bunaqa o'rtoqlar bilan o'rtoq bo'lma. U o'rtoqlar faqat puling uchun, ko'chada seni yomonlash uchun o'rtoq bo'ladi. Boshqa bu yo'lga kirma. Ukam, Alloh rozi bo'lsin. Ota-onamizning duosini olib nima yetsin? Ukam, hali ishlarimiz zo'r bo'lib, bu mashinalardan ham zo'rini olamiz. Muammoni hal qilib uyga kelmasin. Rahmat aka. Ko'chada do'st qidirib yurishinglar shart emas. Aslida haqiqiy do'st bu aka-uka, ota-ona bo'ladi.